Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, aziz pensionerlar va oilasida nafaqa oluvchi yaqinlari bo'lgan barcha obunachilar. Bugun men siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch xabar bilan bo'lishmoqchiman. Bu ma'lumot har bir nafaqa oluvchi uchun, ayniqsa hozirgi kunda o'ta dolzarb hisoblanadi. Agar siz nafaqa olsangiz yoki oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingiz shart. Negaki, bu sizning moliyaviy barqarorligingiz va kelajagingizga bevosita ta'sir qiladigan masaladir. Kanalimga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Shunda bu muhim ma'lumot ko'proq odamga yetib boradi va boshqalar ham o'z huquqlarini himoya qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Muammoning ildizi nimada? Xo'sh, muammoning ildizi nimada? Nega aynan hozir men bu masalani shoshilinch deb atayapman? Keling, biroz tarixdan boshlaylik. Ilgari nafaqa hisoblash tizimi nisbatan ancha sodda va tushunarli edi. Ko'pchilik odamlar nafaqalarni olish tartibini, uning qanday shakllanishini yaxshi bilishardi. Chunki nafaqa qonunchiligida o'zgarishlar kamroq ro'y berardi. Odamlar ko'pincha biror joyda uzoq yillar ishlashar. Mehnat stajlari bir maromda o'tardi va bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi hujjatlar ham nisbatan bir xil shaklda bo'lardi. Bu esa nafaqa fondi xodimlari uchun ham hisob-kitoblarni amalga oshirishni yengillashtirardi. Biroq so'nggi yillarda davlatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli iqtisodiy islohotlar, mehnat bozoridagi o'zgarishlar va raqamlashtirish jarayonlari natijasida nafaqa tizimida ham sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Yangi qonunlar, qarorlar qabul qilindi. Bu esa nafaqa hisoblash tartibiga bevosita ta'sir qildi. Misol uchun mehnat stajini tasdiqlashda elektron ma'lumotlar bazalaridan foydalanish, ish haqi bo'yicha ma'lumotlarni avtomatlashtirish kabi yangiliklar joriy etildi. Bu bir tomondan qulayliklarni oshirdi, ammo ikkinchi tomondan ba'zi bir ma'lumotlar avtomatik tarzda yangilanmasligi, tizimlar o'rtasida ma'lumot almashinuvida texnik nosozliklar yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelishi mumkinligini ham anglatadi. Natijada ko'plab pensionerlar o'z nafaqa hisoblarida xatoliklarga duch kelishmoqda. Eng yomoni shundaki, ba'zilarning nafaqalari kamroq hisoblanayotganini hatto payqamayapti ham. Bu xatolar qasddan qilingan xato emas, balki tizimning murakkabligi, ma'lumotlarning yangilanishi, jarayondagi ba'zi bir noaniqliklar, inson omili yoki ba'zan eski hujjatlarning yetarli darajada aniq emasligi tufayli yuzaga keladi. Pensiya fondining ish yuki ortishi, kadrlar almashinuvi, yangi xodimlarning barcha nuanslarini to'liq bilmasligi ham bunga sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatlar esa bevosita nafaqa oluvchining moliyaviy ahvoliga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki bu pul uning kunlik ehtiyojlari va turmush tarzini ta'minlashda juda muhimdir. Shuning uchun bugungi kunda har bir pensioner o'z nafaqa hisobini shaxsan tekshirishi va uning to'g'ri hisoblanganligiga ishonch hosil qilishi zarur. Nimani bilishingiz kerak? Kimlar ayniqsa xotirlanishi lozim va kimlar xotirlanmasligi mumkin? Keling, endi eng muhim savolga javob beraylik. Nimani bilishingiz kerak va kimlar ayniqsa xotirlanishi lozim? Avvalo, shuni bilishingiz kerakki, nafaqa miqdori bir nechta asosiy omillarga bog'liq bo'ladi. Sizning umumiy mehnat stajingiz, ishlagan davringizdagi o'rtacha ish haqingiz va nafaqa hisoblashda qo'llaniladigan turli koeffitsiyentlar hamda qonunchilikda belgilangan me'yorlar. So'nggi o'zgarishlar aynan shu omillarga ta'sir ko'rsatdi. Shuning uchun diqqatli bo'lish zarur. Kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchidan, yaqinda nafaqaga chiqqanlar. Ya'ni so'nggi 2-3 yil ichida nafaqa rasmiylashtirganlar. Aynan shu davrda nafaqa qonunchiligida juda ko'p yangiliklar va o'zgarishlar amalga oshirildi. Eski va yangi tizimlar o'rtasida ma'lumotlar almashinuvida yoki yangi qoidalarni qo'llashda dastlabki hisob-kitoblarda xatolar bo'lishi ehtimoli yuqori. Misol uchun, yangi hisoblash formulalari to'liq tatbiq etilmagan bo'lishi yoki dastlabki ma'lumotlar bazasiga noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Bu esa bevosita nafaqa miqdorining kamayishiga olib keladi. Ikkinchidan, mehnat staji bo'yicha ma'lumotlari to'liq bo'lmaganlar yoki ularda uzilishlar bo'lganlar. Bu guruhga masalan, Sovet ittifoqi davrida boshqa respublikalarda ishlaganlar, chet elda ishlaganlar yoki hujjatlari turli sabablarga ko'ra yo'qolganlar kiradi. Shuningdek, turli joylarda ishlaganligi sababli mehnat daftarchasidagi yozuvlar tartibsiz bo'lganlar yoki ba'zi ish beruvchilar tomonidan mehnat daftarchasiga yozuv kiritishda xatoliklarga yo'l qo'yilgan holatlar ham kuzatiladi. Bunday hollarda barcha staj to'liq hisobga olinmasligi va nafaqa miqdori kamayishi mumkin. Uchinchidan,
ish haqi bo'yicha ma'lumotlari turlicha bo'lganlar. Ya'ni ba'zi davrlarda rasmiy ish haqi past ko'rsatilgan, keyin yuqori bo'lgan yoki ba'zi bir qo'shimcha to'lovlar, mukofotlar, ustamalar nafaqa hisobiga kiritilmasligi mumkin. Nafaqa hisoblashda odatda eng yuqori ish haqi bo'lgan 5 yilning o'rtachasi olinadi. Agar bu davrlar noto'g'ri aniqlangan bo'lsa yoki ma'lumotlar bazasida ular to'liq aks etmagan bo'lsa, siz kamroq nafaqa olishingiz mumkin. Ba'zi korxonalarda hisob-kitoblar noto'g'ri olib borilgan bo'lishi yoki ma'lumotlar arxivda saqlanmagan bo'lishi ham mumkin. 4-dan nogironlik nafaqasi oluvchilar yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar. Bu turdagi nafaqalarni hisoblashda ham maxsus qoidalar, qo'shimcha imtiyozlar va koeffitsiyentlar mavjud bo'lib, ularda ham xatolar bo'lish ehtimoli mavjud. Masalan, nogironlik guruhi noto'g'ri belgilangan bo'lishi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olishda bog'liqlik darajasi hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ushbu nafaqa turlari murakkab hisoblanib, qo'shimcha e'tibor talab qiladi. 5-dan nafaqasini qayta hisoblatganlar. Ya'ni oldin nafaqa olib, keyinchalik qo'shimcha staj taqdim etganlar, o'z mehnat stajini yoki ish haqi ma'lumotlarini aniqlashtirganlar yoki boshqa sabablar bilan nafaqa miqdorini o'zgartirganlar. Bunday hollarda qayta hisoblash jarayonida ham xatoliklar yuzaga kelishi, masalan, yangi ma'lumotlar to'liq hisobga olinmasligi mumkin. Har qanday qayta hisoblashda diqqatli bo'lish lozim. Kimlar xavotirlanmasligi mumkin desangiz, agar siz uzoq yillar davomida bir joyda ishlagan bo'lsangiz, barcha hujjatlaringiz tartibli bo'lsa, mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomalari va nafaqaga chiqishingizdan oldin barcha ma'lumotlaringiz nafaqa fondi tomonidan sinchkovlik bilan tekshirilgan bo'lsa, xavotirlanishga sabab kamroq bo'lishi mumkin. Agar siz nafaqaga ancha oldin chiqqan bo'lsangiz va o'sha paytda barcha hujjatlar to'liq bo'lib, nafaqa to'g'ri hisoblangan bo'lsa, u holda faqat indeksatsiyalar va umumiy oshirishlar sizga tegishli bo'ladi. Lekin baribir profilaktika uchun va o'zingizning xotirjamligingiz uchun bir marta bo'lsa ham tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Axir nafaqa miqdoridagi eng kichik o'zgarish ham uzoq muddatda sezilarli summalarni tashkil qilishi mumkin. Keling, endi hayotiy misollarga murojaat qilaylik. Bu vaziyatni yanada aniqroq tushunishingizga yordam beradi. Misoliga, Marhamat opaning hikoyasi. Marhamat opa 65 yoshda Toshkent shahrida yashaydi. U umumiy 35 yillik uzluksiz mehnat stajiga ega bo'lib, 2022 yilda yoshga doir nafaqaga chiqqan. Uning ish haqi sertifikati, daromad to'g'risidagi ma'lumotnoma barcha davrlar uchun to'g'ri taqdim etilgan edi. Dastlabki hisob-kitobalarga ko'ra, uning nafaqasi qonunda belgilangan minimal chegaradan yuqori edi. Lekin Marhamat opa kutilganidan biroz kamroq nafaqa olayotganini sezdi. U o'z nafaqa varaqasini nafaqa fondidan olib shubhalana boshladi. Keyinchalik uning nafaqa fondidagi hisob-kitoblarni tekshirish natijasida ma'lum bo'ldiki, nafaqa hisoblashda eng yuqori ish haqi bo'lgan 5 yil o'rniga texnik xato tufayli tasodifan faqat 3 yilning o'rtachasi olingan. Bu esa uning nafaqa miqdoriga bevosita ta'sir qilib, har oy 1,5 ming so'm kamroq olishga sabab bo'lgan. Marhamat opa o'z vaqtida tekshirgan edi. Bu xato tuzatildi va unga o'tgan 2022-2023 yillar uchun ortiqcha to'lanmagan summa qaytarildi. Bu 2 yil uchun umumiy 3,6 million so'm degani. Agar u bu haqda bilmaganida bu pullardan mahrum bo'lar edi. Bu misol, hatto hujjatlaringiz tartibli bo'lsa ham, hisob-kitobda xatoliklar bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Misol 2 Ahmed akaning xalqaro staji. Ahmed aka 7000 yoshda Farg'ona viloyatidan. U Sovet ittifoqi davrida Qozog'istonda 10 yil davomida qurilish sohasida ishlagan. Lekin u nafaqaga chiqqanida Qozog'istondagi ishlagan davrini tasdiqlovchi hujjatlari mehnat daftarchasidagi yozuvlar chala bo'lgani sababli biroz to'liq bo'lmagan. Natijada uning nafaqasini rasmiylashtirishda faqat O'zbekistondagi staji hisobga olingan. Ahmed aka bu adolatdan emasligini bilgan, lekin qanday yo'l tutishni bilmas edi. Kuyovi yordamida Ahmed aka Qozog'istondan arxiv ma'lumotnomalarini olishga muvaffaq bo'ldi. Bu hujjatlarda uning o'sha yerdagi mehnat staji aniq tasdiqlangan edi. U ushbu hujjatlar bilan nafaqa fondiga qayta murojaat qildi va nafaqasini qayta hisoblatdi. Natijada uning nafaqasi har oy 2 ming so'mga oshdi. Bu bir yilda 2. 4 million so'm qo'shimcha daromad degani. Agar Ahmed aka bu masalada harakat qilmaganda umrining oxirigacha kamroq nafaqa olgan bo'lar edi. Bu esa chet el staji bo'lganlar uchun muhim darsdir. Misol 3. Gulnora xolaning texnik muammosi.
Gulnora xola 6 yoshda Samarqand shahridan. U 2019 yilda yoshga doir nafaqaga chiqqan. Gulnora xola har oy o'z nafaqasini olayotgan edi, lekin doimo qandaydir kamlik borligini his qilardi. Chunki uning so'nggi yillardagi ish haqi ancha yuqori bo'lgan. Keyinchalik uning nafaqa fondi ma'lumotlar bazasini tekshirish jarayonida ma'lum bo'ldiki, 2010-2015 yillardagi ish haqi ma'lumotlari elektron bazaga texnik xato tufayli kiritilmagan yoki noto'g'ri kiritilgan. Nafaqa fondi xodimlari buni bevosita ko'rmaganlar. Chunki o'sha davrdagi asosiy hujjat qog'oz shaklidagi ish haqi ma'lumotnomasi hisoblash tizimiga to'liq o'tkazilmagan edi. Gulnora xola o'z nafaqasi kamligidan shubhalanib, nafaqa fondiga murojaat qildi va eski ish joyidan olgan ish haqi ma'lumotnomalarini qayta taqdim etdi. Ma'lumotlar tekshirilib to'g'rilanganidan so'ng uning nafaqasi 1000 so'mga oshdi va avvalgi to'lanmagan summalarni ham qoplab oldi. Bu esa elektron tizimlardagi xatoliklar va inson omili tufayli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarga e'tibor qaratish kerakligini ko'rsatadi. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar nafaqa tizimi faqatgina sodda qoidalardan iborat emas, hurmatli tomoshabinlar. Bu soha o'zida bir qator istisnolarni, kutilmagan tuzoqlarni va tushunarsiz nuanslarni mujassam etadi. Ularni bilmaslik sizning huquqlaringizni to'liq ro'yobga chiqarmasligingizga olib kelishi mumkin. Birinchi muhim nuansa: nafaqa hisoblashda ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarning ahamiyati. Mehnat daftarchasi shubhasiz asosiy hujjat hisoblanadi. Biroq agar u to'liq bo'lmasa, uning yozuvlarida xatoliklar yoki uzilishlar bo'lsa, u holda boshqa tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, arxiv ma'lumotnomalari, korxona buyruqlaridan ko'chirmalar, ish haqi ma'lumotnomalari, shaxsiy hisob varaqlar, shtat jadvalidan ko'chirmalar, shuningdek, guvohlarning ko'rsatmalari ham katta ahamiyat kasb etadi. Ko'pchilik pensionerlar bu qo'shimcha hujjatlarning ahamiyatini bilmaydi yoki ularni yig'ishga erinadi. Natijada stajning bir qismi hisobga olinmay qoladi. Ba'zi hollarda agar korxona tugatilgan bo'lsa va arxiv ma'lumotlari yo'qolgan bo'lsa, stajni sud orqali tasdiqlashga to'g'ri keladi. Bu esa qo'shimcha vaqt, moliyaviy xarajatlar va psixologik zo'riqish talab qiladi. Shuning uchun stajni tasdiqlovchi har qanday hujjatga e'tiborli bo'lish lozim. Ikkinchi nuansa: ish haqi haqidagi ma'lumotlar va ularni tanlash imkoniyati. Nafaqa miqdori asosan oxirgi 10 yillik mehnat faoliyatidan eng yuqori ish haqi bo'lgan ketma-ket 5 yilning o'rtacha ish haqi asosida hisoblanadi. Ammo bu 5 yilni pensionerning o'zi tanlashi mumkin. Bu juda muhim imkoniyat. Ko'pchilik buni bilmaydi va bu imkoniyatdan foydalanmaydi. Natijada nafaqa fondi avtomatik ravishda eng so'nggi yillarni yoki ma'lumotlar bazasidagi tasodifiy 5 yilni tanlab qo'yishi mumkin. Bu esa sizning nafaqangiz kamroq bo'lishiga olib keladi. Siz ish haqi ma'lumotnomalaringizni yig'ib, o'zingiz uchun eng foydali bo'lgan 5 yillik davrni hisoblab chiqishingiz va uni nafaqa fondiga taqdim etishingiz kerak. Shuningdek, ba'zi bir qo'shimcha to'lovlar, mukofotlar, kompensatsiyalar, masalan, dam olish puli yoki bir martalik moddiy yordam kabi mablag'lar nafaqa hisobiga kirmasligi mumkin. Bu ham ba'zan tushunmovchiliklarga olib keladi. Yoki aksincha, qo'shimcha haq to'lanadigan mehnat sharoitlari uchun to'lovlar, masalan, zararli sharoitlarda ishlaganlik uchun ustamalar nafaqaga qo'shimcha ustama berishi mumkin. Ammo bu ko'pincha avtomatik ravishda hisobga olinmaydi. Ularni alohida tasdiqlash talab etiladi. Uchinchi nuansa: imtiyozli nafaqa turlari va ularni olish huquqi. Davlatimiz qonunchiligida ma'lum toifadagi fuqarolar uchun imtiyozli nafaqa turlari belgilangan. Masalan, sovuq urush davrida harbiy xizmatni o'taganlar, Chernobil fojiasi oqibatlarini bartaraf etishda qatnashganlar, tog' kon sanoatida, kimyo sanoatida, metallurgiyada, yoqilg'i energetika kompleksida ishlaganlar, ayrim kasblar egalari, masalan, o'qituvchilar, shifokorlar, san'atkorlar uchun alohida imtiyozlar, ya'ni yosh cheklanishi yoki stajga qo'shimcha imtiyozli koeffitsiyentlar mavjud. Ko'pchilik bu imtiyozlardan bexabar yoki ularni olish uchun qanday hujjatlar talab qilinishini bilmaydi. Natijada ular o'zlariga tegishli bo'lgan imtiyozli nafaqani to'liq ola olmaydilar. Bu imtiyozlarni olish uchun maxsus hujjatlar, masalan, ish sharoitlari haqida ma'lumotnomalar, harbiy xizmat guvohnomalari talab qilinadi. Erta pensiyaga chiqish huquqi ham bor, lekin buning uchun ham ma'lum shartlar va hujjatlar lozim. Masalan, ko'p bolali ayollar yoki maxsus sharoitlarda ishlaganlar. 4-nuansa: qayta hisoblash va indeksatsiya jarayonlari. Nafaqalar muntazam ravishda indeksatsiya qilinadi.
ya'ni inflyatsiya darajasi hisobiga oshiriladi. Bu jarayon avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ammo ba'zi holatlarda bu oshirishlar texnik xato tufayli to'liq yoki noto'g'ri amalga oshirilishi mumkin. Shuningdek, agar sizga yangi hujjatlar, masalan, qo'shimcha stajni tasdiqlovchi ma'lumotnoma taqdim etilsa, nafaqangiz qayta hisoblanishi mumkin. Ba'zan pensionerlar bu hujjatlarni kechikib taqdim etishadi yoki umuman taqdim etmaydilar. Natijada ularning nafaqasi o'z vaqtida oshirilmaydi. Har bir qonunchilikdagi o'zgarishlar minimal ish haqi miqdorining oshishi nafaqa miqdoriga ta'sir qiladi va bu o'zgarishlarni kuzatib borish muhim. 5-navbatchi elektron tizimlardagi ma'lumotlarning to'g'riligi. Bugungi kunda ko'plab ma'lumotlar elektron bazalarga kiritilgan va bu tizimlar ishni ancha osonlashtirmoqda. Ammo eski ma'lumotlar, ayniqsa 2005 yilgacha bo'lgan davrga oid ma'lumotlar elektron bazaga to'liq kiritilmagan bo'lishi, yozuvlarda xatoliklar bilan kiritilgan bo'lishi yoki umuman mavjud bo'lmasligi mumkin. Bu ham o'z navbatida nafaqa miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun hozirda mavjud bo'lgan yagona milliy mehnat tizimi YMM portali orqali o'z mehnat stajingizni, ish haqi ma'lumotlaringizni tekshirish juda muhimdir. Bu tizimda ma'lumotlaringizda xatoliklar aniqlansa, uni tuzatishga darhol kirishishingiz kerak bo'ladi. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Demak, hurmatli do'stlar, endi eng muhim qismga o'tamiz. Nima qilish kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? O'z huquqlaringizni himoya qilish va nafaqangiz to'g'ri hisoblanganiga ishonch hosil qilish uchun birinchi qadam o'z nafaqa hisobingizni mustaqil tekshirish. Buning eng oson va tezkor yo'li bu davlat xizmatlari markazlariga DXM murojaat qilish. U yerda sizga nafaqa hisobingiz bo'yicha batafsil ma'lumot berishadi. Siz shaxsiy pasportingiz bilan murojaat qilsangiz kifoya. Ular sizning ma'lumotlaringizni tizim orqali tekshirib, sizga kerakli hisobotni taqdim etishadi. Yoki eng zamonaviy va uydan chiqmasdan amalga oshiriladigan usul bu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni myPonka.gov. Uz orqali onlayn tekshirish. Bu yerda siz shaxsiy kabinetingizga kirib, nafaqa hisobingizdagi ma'lumotlarni, mehnat stajingizni, ish haqi ma'lumotlarini va boshqa muhim tafsilotlarni ko'rishingiz mumkin. Buning uchun sizda elektron raqamli imzo bo'lishi yoki ANID tizimida ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz lozim. Bu juda qulay va tezkor usul bo'lib, sizga qachon va qayerda ishlaganingiz, qancha stajingiz borligi haqida to'liq tasavvur beradi. Shuningdek, Xalq bankining mobil ilovasi orqali ham o'z nafaqa hisobingiz holatini tekshirishingiz mumkin. Ko'pchilik pensionerlar nafaqani Xalq banki kartasiga oladi. Shuning uchun bu usul ham ular uchun qulay bo'lishi mumkin. Mobil ilovaga kirib, nafaqa bo'limiga o'ting va u yerda o'z nafaqa hisobingiz bo'yicha batafsil ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, nafaqa fondining hududiy bo'limiga shaxsan murojaat qilish. Agar sizda biror shubha bo'lsa, myPonka.gov uz portali orqali ko'rgan ma'lumotlarni to'liq tushunmasangiz yoki aniqlashtirishni istasangiz, yashash joyingizdagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga shaxsan borishingiz kerak. Bu joyda siz bevosita mutaxassislar bilan suhbatlashishingiz va barcha savollaringizga javob olishingiz mumkin. Nimani o'zingiz bilan olib borasiz? Bir pasportingiz asl nusxasi va bir necha nusxasi. Mehnat daftarchangiz asl nusxasi va barcha yozuvlarning aniq nusxasi. Ayniqsa kirish-chiqish sanalari, lavozimlar, buyruq raqamlari aniq ko'rinib turishi kerak. Diplom, harbiy bilet, tug'ilish haqidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa va stajni tasdiqlash uchun muhim bo'lsa. Bu hujjatlar ba'zi hollarda, masalan, oliy o'quv yurtida o'qish davri yoki harbiy xizmat davri stajga qo'shilishi uchun kerak bo'lishi mumkin. 4. Ish haqi haqidagi ma'lumotnomalar. Agar sizda mavjud bo'lsa, ayniqsa eng yuqori ish haqi bo'lgan davrlar uchun. Bu ma'lumotnomalar korxonaning muhri va rahbariyatining imzosi bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, arxivlardan ma'lumotnoma olishga harakat qiling. 5. Oldingi nafaqa guvohnomasi yoki nafaqa tayinlash haqidagi ma'lumotnoma. Nafaqa fondi xodimidan nima so'raysiz? O'z nafaqangizni hisoblash uchun asos bo'lgan barcha hujjatlar va hisob kitoblarni to'liq tushuntirishini so'rang. Bu sizning qonuniy haqqingiz. Ish stajingiz qanday hisoblanganini, qaysi davrlar hisobga olinganini va qaysilari kiritilmaganini aniqlashtiring. Har bir davrni batafsil tushuntirishlarini talab qiling. Ish haqi qanday hisoblanganini va qaysi 5 yil asos qilib olinganini so'rang. Agar sizda boshqa 5 yillik davr uchun yuqori ish haqi ma'lumotnomalari bo'lsa,
ularni taqdim eting va qayta hisoblashni so'rang. Agar sizda imtiyozlar bo'lsa, masalan, zararli sharoitlarda ishlaganlik, ko'p bolali onalik, maxsus xizmatlar, ular hisobga olinganligini tekshiring. Aks holda tegishli hujjatlarni taqdim etib, imtiyozlarni hisobga olishni talab qiling. 3-qadam, agar xatolik aniqlansa. Agar siz o'z hisobingizda xatolik aniqlasangiz yoki ma'lumotlarga nisbatan shubhalansangiz, zudlik bilan nafaqa fondiga yozma ariza bilan murojaat qiling. Og'zaki murojaatlar ko'pincha kutilgan natijani bermaydi. Shuning uchun yozma ariza rasmiy ahamiyatga ega. Arizangizda aniq qilib, qaysi davrda va qaysi ma'lumotda xatolik deb hisoblayotganingizni, masalan, ish stajidagi uzilish, ish haqidagi noto'g'ri ma'lumot yoki hisobga olinmagan imtiyoz kabilarini ko'rsating. Barcha tasdiqlovchi hujjatlarning nusxalarini pasport, mehnat daftarcha, ish haqi ma'lumotnomalari va boshqalar arizaga ilova qiling. Asl nusxalarini o'zingizda saqlang. Arizangizni 2 nusxada tayyorlang. Birini nafaqa fondiga topshiring. Ikkinchi nusxasiga esa arizangizni qabul qilib olganligi haqida xodimdan imzolatib, sanasini qo'ydirib, qabul raqamini yozdirib o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik kerak bo'lishi mumkin bo'lgan rasmiy tasdiqnomadir. Qonunchilikka ko'ra sizning arizangiz ma'lum muddatda, odatda 15 ish kuni ichida ko'rib chiqilishi va sizga yozma javob berilishi shart. Agar qo'shimcha tekshiruvlar talab etilsa, bu muddat 1 oygacha uzaytirilishi mumkin. Lekin sizga bu haqda yozma ravishda xabar berilishi kerak. 4-qadam, sudga murojaat qilish. Agar nafaqa fondining javobi sizni qoniqtirmasa yoki ular xatolikni tan olishdan bosh tortsa, siz sudga murojaat qilish huquqiga egasiz. Bu eng oxirgi chora hisoblanadi, lekin o'z huquqlaringizni himoya qilishning samarali yo'li sudga murojaat qilishdan oldin barcha yozma hujjatlarni, arizalar, olingan javoblar, ma'lumotnomalar to'plab, ularni ehtiyotkorlik bilan saqlashingiz kerak. Sud jarayoni murakkab bo'lishi mumkin. Shuning uchun advokat yordami kerak bo'lishi mumkin. Advokat sizning ishingizni to'g'ri shakllantirishda, dalillarni to'plashda va sud barcha nuanslarni tushunishini ta'minlashda yordam beradi. Unutmang, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi sizning huquqlaringizni himoya qilishni kafolatlaydi. Xulosa va yakuniy chorlov shunday qilib, aziz pensionerlar va hurmatli tomoshabinlar, bugungi videomizda ko'rib chiqqanimizdek, nafaqa hisobini shoshilinch tekshirish o'ta muhim ahamiyatga ega. Bu shunchaki bir tekshiruv emas, balki sizning og'ir mehnatlaringiz evaziga erishgan haqqoniy daromadingizdir. Bu nafaqa har biringizning munosib qariyalik davringizni ta'minlash uchun zarur bo'lgan mablag'dir. E'tiborsiz qolish ehtimol sizga har oy bir necha 100 ming so'm yoki hatto millionlab so'm yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Bu yo'qotishlar esa yil davomida katta summalarga aylanib, sizning turmush sharoitingizga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu pullarga siz o'zingizga dori-darmon sotib olishingiz, ro'zg'or ehtiyojlaringizni qoplashingiz, farzandlaringizga yordam berishingiz yoki shunchaki orzu qilgan narsangizni sotib olishingiz mumkin edi. Shunday ekan, men sizni faol bo'lishga va o'z huquqlaringizni himoya qilishga chaqiraman. Tekshiruvdan o'tishga vaqt ajrating. Savollar tug'ilsa, mutaxassislarga murojaat qilishdan tortinmang. O'z haqqingiz uchun kurashing. Bugungi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Ushbu video haqida o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni izohlarda yozib qoldiring. Sizning nafaqa hisobingizda biror qiziqarli holat bo'lganmi? Balki siz ham xuddi shu muammolarga duch kelgan bo'lsangiz, tajribangizni boshqalar bilan bo'lishing. Sizning hikoyangiz boshqalar uchun ham namuna bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz birgalikda yanada ko'proq foydali va muhim ma'lumotlarni tarqatishimiz mumkin. Har bir like va obuna bu kanalning rivojlanishiga va ko'proq odamlarga yordam berishiga xizmat qiladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling va o'z huquqlaringizdan doimo xabardor bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.